22 deyapti-yu, men esimda yo'q uni. 22 yilda biz olib Sizni mulkingizni olib ketishyapti-da, sizni mulkingizni birovga pulyapti. Ana foto'm so'm qilib, qaysi paydo bo'ladi? fermerda qazoligiga olib ketamiz, shuni olib ketishdi. Transformatori, o'sha 307 transformatori. Osmon tomondagi bu elektroshetga to'g'rilgan. Elektroshet sizga transformator bor, unga qo'yib beryapti. Fermerda qazoligiga olib ketamiz, shuni olib ketishdi. Hangi damas oluvdik? Shunday sotib olib turib, Shu transformatorga 2000-yilda ishga qabul qilganman. qazdorligim shuncha aytsam, yechib beramiz qazdorligini, bir so'm ham yechib berishmadi. Elektroshetga ham Ahmad boylar bor ekan. 100 ning ustiga 12 million pul berib, menga mashatda katta 250 lik transformatorim bor edi. Olib ketishdi, men qazdorligim shuncha aytsam, yechib beramiz qazdorligini, bir so'm ham yechib berishmadi. Zivadilar ham Moxtabon nihollari fermer xo'jaligini rahbariman. Menga mashatda katta 250 lik transformatorim bor edi. O jarni ichidan olar edi, katta nasosda suvni. Bu mana qolib ketganligi munosabat bilan baqa olayotganimizda bu transformator sani balansingda bas bizniki deyishib olib ketishdi. Olib ketishdi, men qazdorligim shuncha aytsam, yechib beramiz qazdorligini, bir so'm ham yechib berishmadi. U ko'paysa ko'payapti. Degan buni bergandan keyin bu qaynab ketdi. 60 lik 100 ning ustiga 12 million pul berib olib keldim. 8,5 millionga buni qora sef kabelda olib keldim. Batan оборот qaytarib ketgan nasosga yoqib borganimiz uchun. Yangi damas oluvdik. Shunday sotib olib turib, shunga sarflab qo'yaverdik. Paxta qilib olaylikdi. Bo'lmadi. Mana bu yil hozir qazdorligim uchun paxtani ko'rsatay sizlarga, hammanikidan bo'lsa. Suv deyapti, suv yo'q. Mashina hozir bir kunga 10 kunga ulab berib turinglar, sug'orib olaysam berishmayapti. 10 kunga ulab berib turinglar akalar. 10 kunga dedim. 10 kunda sug'orib olaman o'sha yerda desam, unashmayapti. Bugun yalinib Bahodir yoniga chiqdim, Salmakam yoniga chiqdim. Ertaga hammani paxtasi ojolyapti, men paxtam hali o'ziga kelgan yo'q. Qazdor bo'lyapti. Qancha qarzingiz bor hozir? 128 million yozishib, nima qo'yishdi? Men o'zimda telefonimda yozmaganman oxirgi pakazeniyanani. Pakazeniya bor. Bu hozir endi men orada ishlatganman, endi ko'tarilib olib kelyaptim. Nimaga? O'sha Marg'ilondagi transformator edimi? Joyga 12 million to'lab turib, men buni olib keldim-da. Elektroshet olib ketib 60 lik berdi, qaynab ketdi. Bir kun ham ishlamadi, bir kun. Sanam nega men borib uni olib keldim. 60 lik berishdi, u qaynab ketdi. Ilojim bor, mana shu yerda borib o'shatdan o'g'lim bilan yuklab keldik. Qarzingizni yechib beramiz deb yechib berishmadimi? Yechib berishmadi. O'sha keyin ko'payib ketibdi ekanda. Pena tug'yapti ekanda. Shakka kelib, endi hozir men 10 kunga paxtaga suv ochib beringlar, xudoning zorini qilyapman. Bu yerdagi bu fermer xo'jalik rahbari transformatori, o'sha 207 lik transformatori Osmon tomondagi tadbirkor, ya'ni Tragyurga ishlab chiqarish zonasiga olib borib qo'yib berishgan. Endi u tadbirkorda aybi yo'q. Sababi u bilmaydi. Bu elektroshetga to'g'rilgan. Elektroshet sizga transformator olib borib unga qo'yib beryapti. Men Mamatov Ibragim Ilmudinovic shu nasosni shu transformatorga 2000-yilda ishga qabul qilganman. Ashkanda shu transformator o'sha 50 kilovatli nasos, 100 ming kilovatli nasosga shu o'rnatilgan joyda. Buni hattoki kishilarni bilaman. 64-yilda qurilgan, o'sha 2000-yildan keyin men pastdan shunda ishladim. Men shu fermerda qazoligiga olib ketamiz, shuni olib ketishdi. Atak men bu transformatorni aniq bilaman. 10 tasi ichdan topib olaman bu transformatorni. Chunki men kelmasdan turib aytganman. Shu nomerlarga aytganman. Ana o'sha bizni jarda turgan nasos transformator ashnasi bo'ladi. Tipi 125. Ona nimalari ichi-chovolari, o'nta pacholar bunga qo'yib qo'ydi. Ichida yo'q.
deyapman, esimda yo'q ona. 22-yilda biz olib kelgan. Aynan sizdan qachon kelgan bo'lsa, Shu 22-yilda olib kelgan. Lekin o kishi bu ish ochilmasdi, endi biz ta'mirlash qolsa uning ichida men turamadim aytib o'zi asosiy. Ishi arava farosatlarsa, lekin u ishi mертвый turardi. Men hatto sizni mulkingizni olib ketishyapti-da, sizni mulkingizni birovga pulyapti. Sizga yana pul so'm qilib, qaysi fermer xo'jaligi 100 so'm olyapti. Mana shunaqa qilib, elektr chetga ham Ahmad boylar bor ekan.